Yasagan mahsulot misol necha yilgacha xizmat qilib beradi deb o'ylaysiz? Buni obunachilarimiz ko'radi. 10 yil, 10 yil, 15 yil, 10 yil, 10 yil. Comfort Mebel sexida bugun mebellarning narx-navolari bilan tanishamiz. Qani ketdik. Bugungi shkafimiz eng ko'p sotilayotgan, bozorlarda eng ko'p sotilayotgan shkafimiz. Xullas narxi bor yo'g'i 1.350 ming. Xullas prixoshkaga keladigan bo'lsak, narxi qancha deb o'ylaysiz? Narxi bor yo'g'i 1.50 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Menimcha hech qaysi bir do'kon, hech qaysi bir sex 1.50 mingga mana shunaqangi ajoyib prixoshkani bermaydi. Bir kishilik partalarni do'konlarda 9 ming sotilayotgan bir paytda men sizga 730 ming so'mga bir kishiligini, ikki kishiligini esa bor yo'g'i 1.200 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Ikkita pufigi o'zini ichida bo'ladi, komplektining ichida bo'ladi. Xullas eng global nuqta deydi-yu, bir kishilik kravatlarimizga keladigan bo'lsak, xullas ko'rayotganingizdek, uzunligi 2 yon, eniga 90 bo'ladi. Ochganingizda mana shunaqangi sandiqli hamda mexanizmli bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, kromkalarigacha PVH va ajoyib mexanizmlar bilan qilingan bo'ladi. Xullas, bu yoqda kupenli shkaflarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Kupenli shkafimizning narxi bor yo'g'i 1.650 ming so'm. Aka, kravat narxini aytmayapman. Obunachilarimiz buni kutib turdi-da. Narxi 695 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, faqat kelishuv asosida. Pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Hozir endi mana shu mebellarni yiqqan ustalarni bir fikrini eshitamiz. Mana shu yiqqan mebeli necha yilgacha kafolat bera oladi? Misol o'zi yiqqan odam baribir biladi ko'proq. Qani ketdik, bitta ko'raylik. Tak. Aka, misol uchun mebel yig'yapsiz-da. Kravatingiz necha yilgacha kafolat bera olasiz misol uchun? 5 yil, 6 yilgacha. 5 yil, 6 yilgacha bemalol xizmat qilib bera oladi. Javob, ha. 5 yil, 6 yilgacha ko'rayotganingizdek, kravatlarimizni xizmat qilib berish jarayoni. Xullas ko'rayotganingizdek, yasayotgan ustaning o'zi tirik guvoh. Xullas hozir buni tashiyotgan bori shopirlarimizdan bir fikrini bilaylik. Aka, misol uchun nechta joyga mebel olib borib beryapsiz? Narxlari bo'yicha, sifatlari bo'yicha mijozlarimizning fikri qanaqa? Mijozlarning fikri juda yaxshi. Hamma mamnun bo'lishyapti. Ayniqsa narxlardan juda arzon, yaxshi, sifatli. Rahmat. Yaxshi, lekin hech olib borganingizda bir negativ fikrlar bo'ldimi? Misol uchun yetkazib berish bo'yicha, misol uchun hali negativ fikr bo'lmadi. Yaxshi, lekin xudo xolasa ko'rayotganlarda yana bir ustalarning fikrini so'rab ko'raylik. Bu yoqqa o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Aka, misol necha yildan beri siz bilan ishlab kelyapmiz? 8 yil. 8 yildan beri ishlab kelyapmiz. 8 yildan beri pashti bu bir kishilik kravatimiz chiqadi. O'zingiz yasagan mahsulot misol necha yilgacha xizmat qilib beradi deb o'ylaysiz? Buni obunachilarimiz ko'radi. 10 yil, 10 yil, 15 yil, 10 yil, 10 yilgacha. 10 yil. Bitta tug'ilgan chaqaloq bu degan 10 yosh bo'lib degani. Ko'rayotganingizdek, xullas sifatidan umuman muammosi yo'q. Ko'rayotganingizdek, birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Pastda raqamlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqing. Barchalarni Comfort Mebelda kutib qolamiz va bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.